Assalomu alaykum azizlar. Ancha tanaffusdan so'ng Kamov Realty'ni navbatdagi vlogga xush kelibsizlar. Bugun biz Dubaydagi eng nufuzli bo'lgan mahallalardan bittasi, ya'ni Jumeirah Golf Estate'da mehmondamiz. Bugungi ko'radigan uyimiz yangi ta'mirdan chiqqan, hali hech kim kirib yashamagan, ya'ni biz birinchilardan bo'lib ko'ramiz va buni men sizlar bilan ilindim. Uyimiz bahosi 9 million dollarga baholangan va uyimizni razmerlari 9 sotiqdan balandroq bo'ladi. Tayyor bo'ladigan bo'lsanglar, albatta yaqinroq o'tirib olinglar va biz obzorimizni boshlaymiz. Uy atmosferasi juda ham boshqacha. Uyga kirishimiz bilan biz tabiatga tushgandek, tabiatning ichida yashayotgandek his qilamiz. Chunki uyi ichidagi zeleniy hududlar juda ham ko'p. Bundan tashqari bu yerda kirishingiz bilan sizni kutib oladigan manzara bu albatta boshqacha level. Eshiklarimiz o'ziga e'tibor beradigan bo'lsanglar, yog'och teksturasidan bo'lgan va albatta eshiklarimiz juda ham og'ir va juda ham yaxshi sifatda ishlab chiqilgan. Bundan tashqari patologni balandligi albatta odamni nazarini tortadi. 9 metrdan balandroq bo'lgan patolog. Bundan tashqari o'sha patologdan osilib turgan juda ham chiroyli bo'lgan qandillarimiz. O'zgacha stilda minimalistik dizayn va o'z navbatida juda ham elegantli ko'rinadi. Albatta bu uy filosofiyasini umuman ochib beradi. Uyimizga kirishimiz bilan bizni shunaqa travertindan ishlangan stoleshnisalar kutib oladi. Albatta kalitlaringizni yoki hamyonlaringizni qo'yib bemalol uyga kirib ketsangiz bo'ladi. Yana bir e'tiborimni tortgan narsa albatta bu uyimizning asosiy qismiga o'tib ketayotgandagi arka bo'ldi. Arabskiy stilli uy ichiga olib kelingan va bu uyga o'zgacha vibe berib turibdi. Bundan tashqari mendan chap tarafda alohida bo'lgan yotoqxona, uning o'zini alohida bo'lgan garderobnalari, sanuzellari va bundan tashqari panoramniy oynadan ko'rinadigan juda ham chiroyli manzaralar bo'ladi. Manzara mahallaga qaragan bo'ladi, lekin mahalla bilan uyi o'rtasidagi distansiya yetarli darajada keng bo'lganligi uchun albatta siz zeleniy hududdan maza qilib bahramand olsangiz bo'ladi. Umuman olganda hozirgi turgan joyimizda gaplashadigan bo'lsak, bu yerda detallar juda ham ko'p. O'zingizlar bir guvoh bo'ladigan bo'lsanglar, shuncha uylarni obzor qilgan bo'lsam, hali gostiniyga bunaqa mebel qo'ygan uyni men ko'rmagan edim. Buni polностью keramikadan qilishgan, juda ham vazni og'ir ko'tarishga harakat qilib ko'rdim. O'z navbatda bu juda ham stilni turibdi uy ichida. Albatta foydalanishga ham juda ham praktikni foydalanib ko'rdik. Bundan tashqari uyimizni burchaklarida shunaqa zeleniy hududlarni ko'rsanglar bo'ladi. Uyimizni planirovkasi men uchun juda ham praktikni bo'ldi. Chunki hamma narsa detalni ishlangan. E'tibor beradigan bo'lsanglar, uydan kirishimiz bilan bizni shunaqa yumshoq zona kutib oladi. Bu yerda bemalol dam olib, shunaqa chiroyli manzaraga qarab yoki bo'lmasam telefonimizdan polностью muzikani boshqarib, muzika eshitsak bo'ladi. Chunki uyimiz polностью patologlarda kolonkalar bilan qoplangan bo'ladi. Bu zonamizda o'zini alohida bo'lgan polkalari bor. Mebellarga keladigan bo'lsak, yana biz o'sha Ispaniya, Italiya kachествolarini bu villada ko'ramiz. Mana orqamda bo'lsa, juda ham chiroyli bo'lgan oshxona joylashgan. Oshxonaning kachествоsi juda ham yuqori. Oshxona orolchasiga bitta e'tibor beradigan bo'lsak, polностью travertindan bo'lgan va buni ustida alohida bo'lgan Gagano texnikalari. Hatto mana e'tibor beradigan bo'lsanglar, ovenlarimiz, wine cellarlarimiz yoki bo'lmasam alohida bo'lgan mikrovolnovkalarimiz hammasi Gaganodan. Hatto xolodilniklar ham Gaganodan bo'ladi, lekin bularni juda ham chiroyli yog'ochli teksturalar bilan berkitib qo'yilgan. Albatta bu uyimizning filosofiyasini yanada oshirib beradi. Polkalarga e'tibor beradigan bo'lsak, joylardan unumli foydalanish uchun polностью shu ovqatlanish zonasigacha ketgan va bundan tashqari polkalarimiz orqasini panoramniy oynalar bilan yopilgan. Bu yerda to'g'risi oddiy devor qilib qo'yilsa bo'lardi, lekin uyimizga qo'shimcha quyosh nuri tushishi kerak bo'lganligi uchun bu yerda oynali qilingan. Albatta bu kichkina renovatsiya uchun ham ancha katta summa ketadi, lekin bu albatta uyimizga mos keladi. Ovqatlanish zonasiga keladigan bo'lsak, bu ham juda ham o'zgacha. Stolga e'tibor beringlar, 8 kishiga mo'ljallashtirilgan va bu stolimizni buyurtma asosida tayyorlangan desak ham bo'ladi. Hatto kreslolarimiz, hatto gilamlarimizning ranglari xuddi shu xonamizning atmosferasiga polностью uyg'unlashib ketgan bo'ladi. Pardalarga e'tibor beradigan bo'lsanglar, pardalar polностью telefoningizdan turib boshqarilsa bo'ladi. Ya'ni bu yerni polностью ochib yopib, xotirjam qiynalmasdan ishlatsangiz bo'ladi. Bundan tashqari panoramniy oynalardan ko'rinadigan manzaralar, polностью zeleniy hudud. Bundan tashqari zeleniy hududning yonida joylashgan alohida bo'lgan
ko'llar atrofida yurgan qushlar. Bu yerdagi atmosfera umuman boshqacha. Albatta buni so'z bilan ifodalash sal qiyinroq bo'ladi. Albatta bir marta kelib buni ko'rish kerak. Bundan tashqari menga eng yoqqan aspektidan bittasi bu panoramniy oynalarni полностью ochilishi. Ya'ni qish kunlari, ya'ni havo Dubayda juda ham yaxshi bo'lganda, tashqi maydonni ichki maydonlar bilan birlashtirsa bo'ladi. Ya'ni uyni kengaytirasiz. Полностью ochib turib, bu yerda barbekularni xotirjam tayyorlasangiz bo'ladi. Tashqi maydon haqida biz hali video davomida gapiramiz. Bundan tashqari oshxonamizni orqa tarafida bo'lsa, xizmatchi xonalari mavjud, o'zini alohida sanuzellari bilan keladi va u yerda kir yuvish xonalari, umuman olganda uyimizni ko'p ishlari shu oshxonamizni orqasida bo'ladi. Ya'ni uy egalariga uydagi bo'layotgan jarayonlar hech qachon xalaqit bermaydi. Nafaqat ovqatlanish zonasida, balki televizorni zonani alohida bo'lgan panoramniy oynalari ham umumiy tarzda ochiladi va yana o'sha tashqi va ichki maydonni xotirjam birlashtirilsa bo'ladi. Televizorni zonaga kelganimizda bu umuman o'zgacha lifestyle. Televizorimizni o'ziga e'tibor beradigan bo'lsanglar, juda ham ajoyib. Uni orqasida yog'ochdan ishlangan teksturalar, uni orqasida bo'lsa travertindan ishlangan oxirgi tekstura mavjud. Bundan tashqari bu yerga tanlangan mebellar uyimizni rangiga moslashtirib, juda ham chiroyli qilib tanlab qo'shgan, juda ham katta va ishlatishga juda ham udobni. Mana to'g'rimda bo'lsa, 2 kishiga mo'ljallashgan kreslo, uni orqasida bo'lsa yana juda ham ko'p polkalar va juda ham katta bo'lgan oyna mavjud. Oxirgi qo'ygan videolarimizdan kelgan feedbacklar juda ham ajoyib bo'ldi. Albatta bu uchun sizlarga alohida rahmat va o'z navbatda sizlarning feedbackinglar bizga juda ham katta motivatsiya bag'ishladi. Va bundan keyin ham biz sizlarga xudo xolisa juda ham chiroyli uylarni obzor qilib olib chiqamiz Dubaydagi. Va o'z navbatda kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun bizga like bosinglar, hozirdanoq obuna bo'lib qo'yinglar va xudo xolisa biz sizlarni xursand qilishdan to'xtamaymiz. Uyimizni asosiy qismini tugatayotganimizda bizni ko'zimiz albatta juda ham chiroyli dizayn bilan ishlangan zinamizga tushadi. Yog'och teksturalar, LED svetlar, pedallarga e'tibor beringlar, полностью oynadan qilingan. Bundan tashqari tepadan tushib turgan qandillar, qandillar tagidagi juda ham chiroyli bo'lgan dekoratsiyalar. Bundan tashqari zinamizning orqa tarafida joylashgan panoramik oynalar uyimizni kayfiyatini juda ham o'zgartirib yuborgan va meni yana bir narsa e'tiborimni tortdi. Bu albatta mehmonlarga mo'ljallashtirilgan sanuzel. Alohida o'zini qo'l yuvish xonalari bilan dizayniga bitta e'tibor berib, o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Uyimizni tepa etajga chiqqanimizda bizni 4 ta yotoqxona va bitta oilaviy zona kutib oladi va bu yerda ko'rishimiz kerak bo'lgan detallar juda ham ko'p. Lekin har bitta xonalarga kirib o'tirmaymiz. Menda o'ng tarafda alohida bo'lgan yotoqxona joylashgan, o'zini alohida bo'lgan garderobnilari, sanuzellari bilan keladi. Kачествоlarga, teksturalarga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Hammasi minimalizm dizaynida bo'lgan va bu yotoqxonamiz полностью mahallaga qarab turadi va ya'ni manzarasi mahallaga qaragan. Bundan tashqari mana chap tarafimda yana bitta alohida yotoqxona, xuddi shunaqa dizayn, lekin manzaralari umuman boshqacha va bu manzaraga biz hali yana to'xtalamiz. Bundan tashqari uyimizni kirayotdagi patologni aytgan edim, balandligini va xuddi shu yerdan patologni bundan ham nima deydi, polchi hajmini his qilsak bo'ladi. Juda ham katta va bu yerdan ko'rinadigan manzaralar yana mahallaga qarab turadi. Mana chap tarafda bo'lsa, alohida oilaviy zona. Bu yerga kiradigan bo'lsak, bir qarashda bu uyimiz juda ham oddiy tuyuladi. Teksturlarga e'tibor beringlar, tanlangan ranglarga bitta e'tibor beringlar. Ko'rib turganinglar полностью travertin, lekin bu uyimizga, ya'ni xonamizga o'zgacha moslashtirilgan. Juda ham chiroyli yog'och bilan ishlangan teksturalar, albatta joydan unumli foydalanish uchun bu yerlarni qo'shimcha garderobni qilib ishlatilsa ham bo'ladi. Umuman olganda bu xonamizni qo'shimcha yotoqxona sifatida ishlatilsa bo'ladi yoki bo'lmasam uyga egasiga moslashtirib bu yerga ofis qilinsa bo'ladi. Umuman boshqacha. Menga yana eng yoqqan narsa bu uyimizga, patologga tashqi holdagi basseynimizdan tushib turadigan отражениялар bo'ldi. Albatta bu odamni o'tirganda juda ham tinchlantiradi. Manzarasiga keladigan bo'lsak, umuman gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli. Va nihoyat bu villamizdagi meni o'zimga shaxsan yoqqan eng zo'r xonaga kirib keldik. Ya'ni asosiy yotoqxonaga. O'ng tarafimda alohida bo'lgan sanuzel va garderobnalar joylashgan.
Sanuzilga e'tibor beradigan bo'lsanglar, travertinlarni, polniy keramikalarni juda ham ko'p ko'rasizlar. Ikki kishiga mo'ljallashtirilgan rakvina dizayniga bitta e'tibor berib qo'yinglar. Yog'ochdan ishlangan teksturlar va bu rakvinalarning orqa tarafidagi vannani joylashuviga bitta e'tibor beringlar. Vannamizning stili ham juda ham o'zgacha tarzda bo'lgan va vannamizning orqa tarafidagi teksturalar albatta sanuzilimizga juda ham chiroy qo'shib beryapti. Alohida bo'lgan dush va kabinka joylashgan. Uni orqasida bo'lsa tualet va albatta sanuzilda yonida alohida bo'lgan garderoblar. Oppoq ranglar albatta o'ziga juda ham jalb qiladi. Bu yerda foydalanilgan geometrik figuralarga bitta e'tibor beringlar va bu figuralarni sizlar kravatning orqa tarafidagi teksturlarda ko'rsanglar bo'ladi. Bundan tashqari polniy patologda ko'rsanglar bo'ladi. Albatta juda ham chiroyli qilingan. Va yana asosiy yotoqxonamiz ichida ham alohida kolonkalar mavjud. Lekin bu yerdan ko'rinadigan manzaralar menimcha polniy villamizdagi eng zo'r lokatsiya desam bo'ladi. Chunki bu nuqtadan albatta manzara juda ham keng ko'rinadi. Juda ham ko'p panoramik oynalar o'z navbatida quyosh nurlarini uyimizga olib kirishga juda ham katta yordam beradi. Juda ham chiroyli kravatlar turibdi bu yerda. Albatta bular ham o'ziga xos bo'lgan yuqori kачествоdan foydalanilgan. Bu yerda divan va yana o'sha manzara. Tashqi hovlimizga chiqqanimizda biz o'zimizni bir kichkina bir oazisga tushib qolgandek his qilamiz. E'tibor beringlar, daraxtlar, alohida basseyn, alohida zeleniy hududlar, bundan tashqari shu videoni boshidan beri takrorlayotgan manzara. Juda ham ko'p daraxtlar bor bu yerda. Daraxtlarimiz o'rtasida bo'lsa alohida ko'l mavjud. Juda ham chiroyli hayot tarzi. Manzaraga gap bo'lishi mumkin emas. Menga juda ham yoqdi. Uyimizni bu yerdan ko'rinadigan tashqi fasadi bo'lsa, albatta kayfiyatingizga kayfiyat qo'shadi. Tashqi hovlimizga kelganimizda alohida o'tirish uchun zonalar, suvning ichida joylashgan alohida yotish uchun zonalar, bundan tashqari barbekyu zonalar, xullas sizga nima kerak bo'lsa, hammasi bu yerda mujassam. Bundan tashqari uyimizni oldi tarafida bo'lsa, ya'ni oldi hovlisida bo'lsa, alohida yana sharsharalar mavjud. Sharsharaning oldida yana zeleniy hudud. Zeleniy hududning chap tarafida bo'lsa, mashinalarga mo'ljallashtirilgan ikkita parkovka. Yopiq parkovka bo'ladi va parkovkaning yoniga siz yana ikkita mashinani xotirjam qo'ysangiz bo'ladi. Menga tashqi hovlilar umuman olganda bir so'z bilan aytganda juda ham yoqdi. Albatta o'zingizlarning fikrlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bugun biz sizlar bilan Jumeirah Golf Estate'da joylashgan eng chiroyli villalardan bittasini ko'rib chiqdik. Narxi bo'lsa atiga $9 million. Sizlar bilan Kamoliddin Sharipov, Kamol Realty bo'ldi. Katta rahmat.